2025 Chevrolet Cobalt o'zining yangilangan ko'rinishi, kuchaytirilgan texnologik imkoniyatlari va qulay boshqaruv tajribasi bilan O'zbekiston bozorida ham katta qiziqish uyg'otmoqda. Bu model avvalgi avloddagi ishonchlilik va tejamkorlikni saqlab qolgan holda yanada zamonaviy yechimlar bilan boyitilgan. Avtomobil tashqi dizayni silliq chiziqlar, aerodinamik shakllar va yangilangan optika orqali yanada jozibador tusga ega. Old faralar yanada yorqinroq, orqa chiroqlar esa kengroq ko'rinishga ega bo'lib, tungi haydashni ham ancha qulaylashtiradi. 2025 yilgi Cobalt saloni ham tubdan qayta ishlangan bo'lib, yumshoq materiallar, ergonomik joylashuv va haydovchi uchun qulay sensor boshqaruv elementlari bilan e'tibor tortadi. Multimedia tizimi yanada tezkor, telefon bilan bevosita ulanish imkoniyati kengaytirilgan, ovoz sifati esa yaxshilangan. Yangi Cobaltning asosiy afzalliklaridan biri uning tejamkorligi hisoblanadi. 1.5 litrli dvigatel harakatlanishda barqaror quvvat beradi. Yonilgi sarfi esa shahar sharoitida ham juda maqbul ko'rsatkichlarga ega. Avtomobilning transmissiya tizimi silliq otishlarni ta'minlab, haydovchi uchun tabiiy boshqaruv hissini yaratadi. Yo'l tutishi mustahkam, suspenziya esa notekis yo'llarda zarbalarni yumshatib, yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham yangilangani bilan ajralib turadi. Stabilizatsiya nazorati, tormozni elektron boshqarish, yonbagirda harakatni qo'llab-quvvatlovchi tizim va bir nechta xavfsizlik yostiqchalari har qanday vaziyatda himoyani kuchaytiradi. Bundan tashqari, orqa ko'rish kamerasi va to'qnashuvni oldini olish uchun sezgir datchiklar haydash jarayonini yanada osonlashtiradi. 2025 Chevrolet Cobalt kundalik hayotda foydalanish uchun juda mos bo'lib, oila a'zolari, ishga qatnovchilar va uzoq masofalarga tez-tez chiqadigan haydovchilar uchun qulay yechimdir. Bagaj hajmi keng, salon ichida esa yetarli darajada oyoq va bosh bo'shligi mavjud. Shuningdek, avtomobil texnik xizmat ko'rsatadi.